Bugun biz sizlar bilan milliy sertifikat imtihonida eng trendda bo'lib ketgan savollarni ko'rib chiqamiz. Bu qaysi? O'zbekiston yer suv islohoti ikkita bosqichda amalga oshirilgan. Ular birinchi bosqich hisoblanadi va ikkinchi bosqich ikkita bosqichda amalga oshirilgan. Birinchi bosqichda qayerlarda o'tkazilgan? Yettisuv, Farg'ona, Sirdaryo va Samarqand viloyati hududlarida o'tkazilgan bo'lib, buni qanday qilib oson yod olamiz? Ikkita S harfi bor deb yozamiz. Sirdaryo va Samarqand ikkita S harfi va Farg'ona va Yettisuv. Ikkita S va Farg'ona Yettisuv. Ikkinchi bosqichimiz esa ikkinchi va uchinchi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni ikkinchi bosqichimiz o'z navbatida 3 ta bosqichga bo'linadi. Ular 1925-yil, 26-yillarda Samarqandda, Farg'onada va Toshkentda o'tkazilgan bo'ladi. Qanday qilib oson yozamiz? Samarqand, Farg'ona, Toshkent hududlarini bosh harflarini olamiz. S F T. Buni oson yodlash uchun sifatli qilib o'tkazilgan birinchi bosqich deb yodlab olsak ham bo'ladi, yoki da shunchaki Samarqand, Farg'ona, Toshkent, ya'ni so'nggi paleolit davridagi manzilgohlar edi bu. Buni albatta tarix o'qigan o'quvchilar osonlikcha eslay olishadi. Ikkinchi bosqichimiz esa 1927-yilda o'tkazilgan bo'lib, 1927-yilda Zarafshon viloyatida o'tkazilgan. Bu juda ham oson va umuman esimizdan chiqmaydi. Qanday? Z harfi shunchaki 27ning 7siga o'xshaydi. Mana Z harfi 27ning 7siga o'xshaydi. Bo'ldi, muammo yo'q. Endi keyingi bosqichimiz 1928, 29-yilda o'z ichiga olgan bo'lib, bular Qashqadaryo, Surxondaryo va Xorazm viloyatlarida amalga oshirilgan. Buni qanday oson yodlaymiz? Shunchaki vohada amalga oshirilgan 3-bosqich deb yodlab olsak bo'ladi.